Do'stlar, bekordan bekorga Lamine Yamalni Lionel Messi, Cristiano Ronaldo kabi futbolchilar bilan taqqoslamaylik, ular bilan solishtirmaylik deb bot ta'kidlamayman. Yamal Real Madridga qarshi Real Madrid o'zlari sotib oladi va yana o'zlari shikoyat qiladi degan ma'noda gaplarni gapirgan. Qani bu yerda asos? Bundan oldin o'sha Millatlar Ligasi finalida Portugaliyaga nisbatan, Ronaldoga nisbatan bir qancha provokatsion harakatlarni qildi, provokatsion gaplarni gapirdi. O'sha omma orqali kimlardir bildi, kimlardir bilmadi. Lekin o'yinda Ronaldo nimalar qildi? O'yindan keyin Ronaldo qo'l uzatyapti. Ronaldoga qo'l uzatayotganda yuzini o'girib olyapti. Lamine Yamalni mana shu provokatsion harakatlar bilasizmi nima deb ataladi? Bu omma kasalligi deyiladi. Bu mashhurlik kasali deyiladi. Nimaga? U mana shu ishlarni ommani e'tiboriga tushish uchun, hammani e'tibor markazida bo'lish uchun harakat qilyapti. Shuning uchun gapiryapti. Agarda g'alaba qozonadigan bo'lsa, u olqishlanadi, mag'lubiyatga uchraladigan bo'lsa, negativlar orqali, heytlar orqali butun ommaning e'tiborida bo'ladi. Tushundingizmi masalani? Endi savol, nima uchun Lionel Messi, Cristiano Ronaldo bu ishni qilmagan? Imkoniyati bo'lmaganmi? Albatta bo'lgan. Kerak bo'lsa Lionel Messi o'sha El Clasico'larda Real Madrid himoyachilarini emaklatib gollar urganda, El Clasico'larda eng ko'p gol va assistda qatnashgan davrlarda ham Lionel Messi mana shu gaplarni gapirsa bo'lardi. Uning qo'lidan kelardi. Ronaldo gapirsa ham bo'lardi. U ketma-ket 7 El Clasico'larda gol urib, o'zini haqiqiy futbolchi sifatida ko'rsatgandan so'ng Barselonaga nisbatan mana shunaqangi provokatsion gaplarni gapirsa bo'lardi, lekin gapirmagan. Nega? Ular o'zi hayotda katta shaxs bo'lib bo'lgan edi. Ularga hech qanaqangi e'tibor kerak emas. Ular o'yini bilan katta shaxs sifatida tanilib bo'lgan edi. Agarda Lamine Yamal mana shu mavsum va qolgan mavsumlarda ham shu harakatlarni amalga oshirgan holida zo'r o'yin ko'rsatib oltin to'pni